burilsa, chiroyli kiyinib, отдельно olmoqchi edim, lekin ichimdan gap kelayotganda avvalo qolay dedim. Hozir sizlar bilan otasiz o'sgan qizlar haqida gaplashamiz. Otasiz o'sgan qizlar vaqtli ulg'ayadi, chunki hayot ularga bolalik yashashga imkon bermaydi. Otasiz qizlarning eng katta kuchi yiqilsa ham o'zi turishni o'rganib qo'ygan bo'ladi. Otasi bor qizlarni otasi katta qiladi, otasi yo'q qizlarni hayot. Otasiz o'sgan qizlar kechasi soat 3 da tishi og'riganida qaysi apteka ishlashini juda ham yaxshi biladi. Uy uchun kerakli narsalarni olish, mas'uliyatni zimmasiga olish ular uchun begona emas. Otasiz o'sgan qizlar bir marta, ikki marta, hatto 3-marta turmush qurishi mumkin, chunki ularga haqiqiy erkakni tanlab beradigan erkagi yo'q. Muammo chiqsa kim hal qiladi deb emas, qanaqa qilib hal qilaman deb o'ylaydi. Otasi yo'q qizlar yordam so'ramaydi. Ular davno o'zi uddalab, o'zi qilib o'rganib qolgan. Har bir otasiz o'sgan qizni hikoyasi har xil, lekin ular aniq bitta narsani biladi. Hayot davom etadi.